O'quvchilar 123-savol tahlilini boshlaymiz. 123-savol. Xirom pirofosfat kislota bilan reaksiyaga kirishibdi. Reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Xirom qo'shilgan H4P2O7. Natijada xirom P2O7 hosil bo'ladi. Kislota qoldig'i 4 valentli. Xiromimiz 2 valentli ekan. Ikkalasini qisqartirib o'ramiz. 2 ni 2 ga bo'lsak 1, 4 ni 2 ga bo'lsak 2. Demak, hosil bo'lgan 2 xiromga tushadi. Xirom 2. Reaksiya tenglamasida hosil bo'ladi vodorod. Vodorod hosil bo'ladi. Bir qo'yamiz bu yerga. 1. Demak, xiromni oldiga 2 qo'yib olamiz. Vodorodni oldiga 2 qo'yamiz. Shunda reaksiya teng bo'ladi. Chap tomonda 4 ta vodorod, o'ng tomonda 4 ta vodorod bo'lyapti. Atom jihatdan. Sizga masala shartida o'ng tomondagi koeffitsiyentlar yig'intisi so'ralgan. 3 bo'lyapti. D variantini olamiz. Keyingisi 124-savol tahlili. 124-savol tahlili. Nikel xuddi mana shu reaksiyaning o'zi bo'ladi ekan. Nikel qo'shilgan H4P2O7. Natijada hosil bo'ladi nikel 2P2O7 qo'shilgan 2 ta vodorod. Bu yerda nikelni oldiga 2 qo'yib olamiz. Bu yerga 1. Endi chap tomondagi o'ng tomondagi koeffitsiyentlar ayirmasini aniqlang degan. Ayirmasi chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi 2 ga 1 ni qo'shamiz. 3 bo'lgan. O'ng tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi ham 3, 3 dan 3 ta ayirib tashlaymiz. Kelib chiqadi bizda 0 degan javob. Ya'ni A variantini olamiz. 125-savol ham reaksiyasi ham xuddi shunaqa bo'ladi, ketma-ketligi. Davom ettirilishda qo'rg'oshin qo'shilgan H4P2O7. Natijada qo'rg'oshin 2P2O7 nima chalatyapti bo'ldi. 2 ta vodorod. O'ng va chap tomon koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. Davom ettiring. Chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang degan. Chap tomondagi koeffitsiyent yig'indisi 3. D variantini olamiz. Keyin 126-savol tahlili. 126-savol tahlili. Alyuminiy pirofosfat kislota bilan reaksiyaga kirishibdi. Yozamiz. Alyuminiy qo'shilgan H4P2O7. Alyuminiy P2O7 qo'shilgan vodorod. Pirofosfat kislota qoldig'i 4 valentli, alyuminiy 3 valentli. Qisqarmay teskari tashlaymiz. Bu yerga 4 qo'ysak, pirofosfat kislota qoldig'iga 3 qo'yib olamiz. O'ng tomonda pirofosfat kislota qoldig'i 3 ta bo'lganligi uchun mana yerga 3 qo'yib olamiz. Alyuminiy o'ng tomonda 4 ta bo'lganligi uchun chap tomonda ham 4 ta bo'lishi kerak. Shunda reaksiya teng bo'ladi. Chap tomonda jam vodorod 3 × 4 12 ta. Demak, bu yerga 6 qo'yib olsak, reaksiya teng. Bizga koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang degan. Chap tomondagi 7 ta, o'ng tomonda 8 ta. 8 ga 6 ni qo'shamiz, 14 degan javob olamiz. C varianti ekan. Keyingisi 127-savol tahlili. Kalsiy. Tepadagilar bilan bir xil bo'ladi. Chunki ekvivalentli H4P2O7. Natijada kalsiy 2 P2O7 qo'shilgan vodorod. 2 qo'yib olamiz, 1 qo'yamiz. 2 bu yerga 1. Hosil bo'lgan tuzning molyar massasini aniqlang degan. Mana uni massasini hisoblab chiqishimiz kerak. Demak, qo'shamiz. Kalsiyni massasi ikkitasiniki 80. 80 qo'shilgan 62. 80 qo'shilgan 62 qo'shilgan 112. 254 kelib chiqadi ekan. 254 A varianti. Keyin 128-savol tahlili. 128-savolda kadmiy pirofosfat kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Kadmiy reaksiyaga kirishganda kadmiy 2 P2O7 hosil bo'ladi, plus vodorod. Bizga shunchaki Mr so'ralgan. Kadmiyning bittasi masalan 112, ikkitasiniki
224 qo'shilgan 62 qo'shilgan 112 398 kelib chiqdi. Atomlar soni so'ralgan ekan. Atomlar soni so'ralsa, ikkita kadmiy, ikkita fosfor, 4 ta 4 ga 7 ni qo'shib qo'yamiz, 11 kelib chiqadi variant tomamizda. 129-savol tahlili. Magniy pirofosfat kislotalari reaksiyaga kirishganda hosil bo'ladi magniy 2 2O7. Mana shuni massasini hisoblashimiz kerak ekan. Massasi magniy ikkitasini massasi 24 48 bo'ladi. Mana yozamiz 48. Qo'shilgan ikkita fosforning massasi 62, qo'shilgan 7 ta kislorod atomining massasi 112. 112. Mana shuni qo'shganimizda javob kelib chiqadi. Yozamiz 48 qo'shilgan 62 qo'shilgan 112. 222 kelib chiqdi. 222 A variantiga to'g'ri keladi. Keyin 130-savol tahlili. Oxirgisi. Demak, natriy pirofosfat kislotasi bilan reaksiyaga kirishgan. Reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Natriy qo'shilgan H4 2O7. Vodorodlar joyiga natriy keladi. Natriy 4 2O7 qo'shilgan vodorod hosil bo'ladi. Va natriy o'ng tomonda 4 ta, chap tomonda ham 4 ta bo'lishi kerak. Vodorodni oldiga qo'yamiz 2. Shunda reaksiya teng. Chap va o'ng tomonda koeffitsiyentlar ayirmasi. Chap tomonda koeffitsiyentlar 5, o'ng tomonda koeffitsiyentlar yig'indisi 3. 5 dan 3 ta tashlaymiz, 2 degan javob kelib chiqadi. C variantini olamiz. 130-savol tahlili.